Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Xotirjam uxlamoq baxtning yarmidir. Qolgan yarmi esa tongda uyg'onmoq. Gadolar millionerlarga hasad qilmaydilar. Ular aksincha o'zlaridan ko'proq sadaqa olayotganlarga hasad qiladilar. Uzilgan har qanday ipni bog'lasa bo'ladi. Lekin bog'langan joyda tugun paydo bo'ladi. Hamma ayb o'zidaligini tan oladigan, sizdan kechirim so'raydigan, sizni fikringiz to'g'ri ekanligini ta'kidlaydigan ayolni uchratsangiz, darhol doktorga bir tekshirtirib ko'ring. U erkak bo'lishi mumkin. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing.